Assalomu alaykum. Ishqibozlar, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Mana yana bitta endi kimgadir maslahat, kimgadir ko'nikmami o'rganib oladi endi. Xullas, jo'ja, tovuq, xo'roz hammasiga mana aralashma don. Hamma yo'q bor buning ichida. O'zinglar ko'rib, bilib, o'zinglar ham tayyorlasanglar bo'ladi. Undan 10 kilo, undan 10 kilo qilib qilsanglar yaxshi bo'ladi. Buning ichida mana makka, jug'ari, mayiz, yong'oq, sirtmoq, mana kaltaga deydi-yu, oqshoq, kurmagi, tariq, hamma yo'g'i bor. Yer yong'oq, pista, jo'jaga ham bersangiz bo'laveradi. Qaysidir tovuq qaysinisidir suyib yeydi, qaysinisidir suyib yemaydi. Shuning uchun bitta qilib qo'ysanglar hammasiga bersangiz bo'laveradi. Endi jo'ja kattaroq jo'jalarga demoqchiman. Shularga bersanglar ham bo'laveradi. Yoqqan bo'lsa like bosib, xo'roz boquvchi ishqibozlarga tashlab qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.